Atirgul gulidan sizga guldasta, chin yurak so'zlarim unga payvasta. Bir asr yashangu yana nim chorak, tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Assalomu alaykum, bizni g'oyibdan bo'lsa ham kuzatib turguvchi aziz insonlarimiz. Barchangizga xayrli kunlar bo'lsin. Bugun o'z shukronalik ayyomini nishonlayotgan barchani mana shu kun bilan muborakbod etamiz. Qolaversa, shu o'rinda Nazrullayeva va Azizaxon shifokor opamizni ham bugungi shukronalik ayyomlari bilan tabriklaymiz. Azizaxon opajon, bugungi Allohga suyukli banda, payg'ambarimgacha ummat bo'lgan shukronalik ayyomlaringiz qutlug' bo'lsin ilohim. Yoshingizga yoshlar qo'shilsin, baxt omad doim hamrohingiz bo'lsin. Mana shunday sharafli, savobli kasbingizda hech qachon toliqib qolmang. Aziz opajonim, bugun sizni juda ham qattiq hurmat qilguvchi va qadrlovchi sizni bemor o'g'lingiz Abdukarimov Kamron nomlaridan go'zal tabriklar yetib kelgan. Mana shu tabriknomalarni qabul qilib olasiz degan umidlarimiz bor. Sizni biroz bo'lsa ham xursand qila olsak, boshimiz osmon qadar yetadi. Marhamat, Kamronbekni tabriknomalarini qabul qilib olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli Nazrullayeva va Azizaxon opamiz. Bugun siz uchun alohida nurli, shukronalik va quvonch ayyomi. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bu muborak kunda sizni bemoringiz Abdukarimov Kamron nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Azizaxon opa, siz nafaqat kasb egasiz, balki hayotlarni asraydigan, dardli qalblarga umid, og'rigan tanlarga shifo baxsh etadigan insonsiz. Sizni har bir so'zingizda mehr, har bir quvonchingizda ishonch, har bir muolajangizda Allohni rahmatini his etamiz. Siz pediatr sifatida minglab bolalarning tabassumini tiklaysiz, minglab onalarning yuragiga tinchlik olib kelasiz. Bu oddiy kasb emas, bu Alloh yo'lida xizmat, bu duo bilan yashaydigan insonning yo'li. Biz bemorlaringiz sizni chin dildan qadrlaymiz. Sizni e'tiboringiz, sabringiz va mehringiz tufayli ko'plab bolalar sog'ayib, hayotga qaytmoqda. Sizni Alloh o'zi doim asrasin. Qilayotgan xizmatlaringizni savoblardan ayirmasin. Alloh sizga sog'lik, tinchlik, sabr va baraka ato etsin. Har bir bemoringiz duosida sizga nur bo'lsin. Hayotingizda har kuni yangi quvonch, ishlaringizda doim muvaffaqiyat bo'lsin. Sizni qo'lingizda shifo, tilingizda shukr, qalbingizda iymon yog'dusi doim porlab tursin. Oila a'zolaringiz bilan sog'-omon, baxtli va farovon umr kechiring. Bugun biz sizga nafaqat tug'ilgan kuningiz muborak deymiz, balki Alloh sizni shifoga sababchi, duoga munosib jannat ahli bandalaridan qilsin deb duolar qilamiz. Sizni qilgan har bir xizmatingiz Alloh huzurida savobli bo'lsin. Bemorlar sizni duo ila eslab yursin. Ko'nglingizni tinchlik, yuragingizni shukr, hayotingizni esa baxt, baraka to'ldirsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hurmatli shifokor Azizaxon opa, sizga doim sihat, salomatlik, oilaviy tinchlik va kasbingizda yuksak muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Yana bir bora to'lgan yoshingiz qutlug' bo'lsin. Sizni tabriklar jamoasi nomidan ham chin qalbimizdan samimiy qutlab qolamiz. Bugungi go'zal ayyomlaringizni go'zal tarzda o'tkazib oling. Musiqiy taronamiz esa loyihamizdan arzimas sovg'a sifatida. Marhamat. Chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.
uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, sevgimiz asrasin sizni iloyim. Sevinyu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Sevinyu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.